Assalomu alaykum o'zbek futbolining ixlosmandlari, Milliy bom kanaliga xush kelibsiz. Ayni damda like'larini bosayotgan obunachilarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Eng so'nggi futbol yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun pastdagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. So'nggi paytlarda Farg'onaning Neftchi jamoasi tizimida o'zgarishlar bo'lmoqda. Chempionat Aziya bosh muharriri ma'lum qilishicha, O'zbekiston U17 terma jamoasi bosh murabbiyi Islom Ismoilov tez orada Neftchi tizimida ish boshlaydi. Islom Ismoilov bunga qadar klublar miqyosida Turon jamoasida ham faoliyat olib borgan edi. Arab klublari taklifini rad etib, Farg'onada ish boshlayotgani olqishga sazovor. O'zbekiston milliy terma jamoasi va Paxtakor klubi himoyachisi Hojiakbar Alijonov 90+ portali mehmoni bo'ldi. Unda futbolchiga muxlislar tomonidan yuborilgan bir qator savollar berildi. Siz o'ynashni orzu qilgan Yevropadagi klub Real Madrid. Qaysi hujumchiga qarshi o'ynash qiyin? Oybek Bozorov. Eng chiroyli golingiz qaysi? Al-Sad va Nabahorga urgan gollarim. Futboldan bo'sh vaqtingiz nima bilan shug'ullanasiz? Stol tennisi o'ynayman. Nega faqat qora rangli butsada maydonga tushasiz? Birinchidan qora butsa yoqadi, ikkinchidan bu rangdagi modeldan ko'p sotib olganman. Hali uyda kiyilmaganlari ham ko'p, deydi Hojiakbar Alijonov. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Milliy bomdan uzoqlashmang. Siz kutgan va bilishni xohlagan ma'lumotlar hali oldinda. Sog' va salomat bo'ling.